Assalomu alaykum. UBS ilovasidan to'g'ri foydalanish bo'yicha video qo'llanmaga xush kelibsiz. Ilovani oching va davom etish tugmasini bosing. Telefon raqamingizni kiriting hamda SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini kiriting. Keyingi oynada Men buyurtmachiman bo'limini tanlang. Ro'yxatdan o'tish jarayonida avval ommaviy oferta va maxfiylik siyosati bilan tanishing hamda ularni qabul qilganingizni tasdiqlang. Endi profilingizni to'ldiring. Ismingiz va boshqa kerakli ma'lumotlarni kiritib, keyingi bosqichga o'ting. Ilova xavfsizligi uchun 4 xonali PIN kod yarating. Xohlasangiz, bu bosqichni keyinroq bajarishingiz mumkin. Shundan so'ng asosiy oyna ochiladi. Avvalo, xizmat ko'rsatiladigan manzilni tanlang yoki xarita orqali aniq joylashuvingizni belgilang. Agar muammoning aniq sababini bilmasangiz, pastki menyudagi AI maslahatchi bo'limiga o'ting. U yerda savol yozishingiz yoki buzilgan joyning rasmini yuborishingiz mumkin. Sun'iy intellekt muammoni tahlil qilib, agar uni o'zingiz bartaraf eta olsangiz, kerakli tavsiyalarni beradi. Agar mutaxassis yordami talab etilsa, qaysi soha ustasi kerakligini tavsiya qiladi. Kerakli xizmat kategoriyasini, masalan, santexnik, elektrik va boshqalarni tanlang. Xohlasangiz, katalogdan aniq ish turlarini ham belgilashingiz mumkin. Ularning narxlari oldindan ko'rsatilgan bo'ladi. So'ngra usta chaqirish tugmasini bosing. Keyingi oynadagi Men usta ko'rik chobida chek-listga o'zgartishlar kiritishi mumkinligini tushunaman. Har qanday o'zgarish ish boshlanishidan oldin men bilan kelishiladi degan belgini qo'ying. Shundan so'ng buyurtma yaratiladi va ilova siz joylashgan hududga eng yaqin bo'lgan ustani avtomatik ravishda qidira boshlaydi. Usta buyurtmani qabul qilgach, uning harakatini xarita orqali real vaqt rejimida kuzatishingiz mumkin. Agar muammoning aniq sababini bilmagan bo'lsangiz, usta manzilga yetib kelgach, avval diagnostika o'tkazadi. Aniqlangan nosozliklar va bajarilishi lozim bo'lgan ishlar ilovaga kiritiladi hamda xizmatning yakuniy narxi shakllantiriladi. So'ngra chek-list va xizmatning yakuniy narxi sizga yuboriladi. Chek-listni tasdiqlang. Shundan keyin usta ishni boshlaydi. Ish jarayonida qo'shimcha nosozliklar aniqlansa, usta ularni ham chek-listga kiritadi. Qo'shimcha ishlar faqat siz tasdiqlaganingizdan keyin bajariladi. Ish yakunlanganidan so'ng bajarilgan xizmatni tekshiring va buyurtmani tasdiqlang. So'ng usta faoliyatini 1 dan 5 gacha yulduz bilan baholang. Istasangiz, izoh qoldirishingiz mumkin. Bu baholar keyingi buyurtmachilarga ishonchli ustani tanlashda yordam beradi. Buyurtmalar tarixi, bildirishnomalar va profil ma'lumotlarini istalgan vaqt ilova orqali ko'rishingiz mumkin. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring yoki UBS qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.